Dostlar, bugünkü videomuz oğullarla Kia K5 hakkında boladı. Bu videoda bir fuqaranı ya bulmasa bir milletini kemsitiş amallaşamaz. Özlerinizde bulup duran muammolarni sizlere danıştırıp gözetip beriş hakkında boladı. Şunun için doğru düşünəsiden ümiddemiz. Katta rahmet. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugün sizlere acayip bir kızıklı temada, azgına kriminalni temada desek ham bo'ladi. Bu temada Dragpus kanalında video etmegen edim. Prosta o'zimizga bir yaqin ağamızda bo'lib turgan muammolarni, vaziyatni tushuntirib o'taman. Shu bir hafta o'zi bilan qisqacha sizlarga video etamiz shu bo'lib turgan problemani. Do'stlar, bugungi videomuzda o'zlarimizni Xorazmdan Urganchda o'tganimiz bilan video etamiz. O'tgan Moskva shahrida taksicilik faoliyatini olib boradi va o'zini bir necha mashina bor, arendani beradi. Men ham o'tganimdan mashina arenda olib Kia K5 haydaganman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Moskvada 10 yildan buyon taksicilik etamiz. Arenda mashina berib odamlara yordam etib yurdik. İşancımıza girip Kırgızistan fukarası Kia K5 maşinini şu Jalaliddin beni bilmedi onun elden. Jalaliddin koydu gitti o yana. Bu bala haber verdim, alıp bir ayın içinde alıp kaçıp gitti Kırgızistan. Do'stlar, videoni endi aniqlik keltirib o'taman. Men bilsangizlar Rossiyada prava olishda video etganman. Shu videodan keyin Kia K5 ni arendaga olib o'tganimdan o'zim haydadim. Men bir vaqt keyin men O'zbekistonga ketishim kerak bo'ldi. Kia K5'ni topshirishni aytdim. Keyin o'tganimdan avvaldan oldindan mashina arenda olib ishlab yurgan bola. Eldinden ishlab ishoncha girib Qirg'iziston fuqarosi. Endi bu videoda Qirg'iziston fuqarosini yomonlashamiz. Prosta Kırgızistan fukarası aktivin Kırgızistan fukarası desen. bu vaziyatni aytib turibmiz. Kırgıziston'daki Rusya Özbek demeysen ki. Doğru. Alıp kaçıp gitti, bardım To'xtang, boshda mashinani mendan olib ketdi, to'g'rimi? Yanvar oyini o'rtalarida. Keyin nechalarmoq haydadi, aloqada turdi siz bilan. Alakada 3 hafta durdu. 3 haftadan keyin fevral'ın 24 günü GPS'i uçtu maşının GPS'i. Mitişi diyen yerde Moskva'da. Şundan keyin alıp kaçıp gitti o. Endi yana bir aniqlik, kim mashina arenda bersa, endi arenda alganlar biladi. Arenda mashina bersa, mashinani GPS'i bo'ladi. Mabodo bir ma'lum bir radiusdan o'tsa ishlamay qoladi ya bo'lmasa arenda pulini to'lamasa, işte bu mashina egasi o'chirib qo'yib o'zini mashinani topishi mumkin. Ana shuning uchun GPS qo'yiladi. Nereye yürüyenini biliyorsun ama. Alıp kaçıp gitti. Boshda arenda pulini to'lab turdi vaqtida. Cepte tölemedi, 3. cepten tölemin kaçıp gitti. Gitti şu bilen. 3. cepten tölemedi. Kırgızistan'a vardım. O balanı taptım. Maşindan taptım. Necha vaqtdan keyin topildi mashina? Maşin Mart ayının ortalarında tapıldı. O'rtacha bir ay, bir yarim oylardan keyin topildi mashina. 2 aydan keyin. 2 aydan keyin. Yakında April'ini başladı. Beda ucu qidirib berildi mashina. Ugun berib. Beda berildi. Yandan yana barsa Kırgızistan'da maşini tap verdiler. Bu bala yutbilik açlıkta. Keyin nasıl iş bo'lgan dasturi birinchi etapda ishlatgan bu bola. Birinchi hop mesela sizdan oldi, haydadi ma'lum bir GPS'ni yozdirdi. Keyin padelni oldi sotish shartnomasi bilan Qirg'izistonga haydab ketgan. Yok, bunun nivacı yok. Bu vaxtında oraya gideverdi adı maşının. STS'i bilen STS'den de olsa oldu maşın. Orijinal dokumenti bilen sıra kopyası olsa o Kırgızistan, Rusya, Kazakistan'dan çıkıp gideverdi maşını. Ona hiç kim pretenziya etmedi. Shu dokument bilan Qirg'izistonga haydab borgandan keyin bu yanda shatib Kırgızistan'a apırıp Kırgız'a bir başka bir Kırgız'a satkan onu bir arzuman pula. Satış huquqi bo'lmasa da. O indi nelegal ne alganda onu Kırgız. Algandan keyin o nelegal nömür etken nömür koygan ona maşının resmini koyamiz. 204 diye. Qaranglar. Hech qanday dokumentsiz birovni mashina haydab ketib, Qirg'izistonga haydab ketib, haydab borgandan keyin uni birov satgan, satib olgan odamim Qirg'izistonda o'g'irlangan, qidiruvda turgan mashinani uchota qo'yib, nomer texpasport ham olgan. O'zi nomer texpasport olgan. Keyin men Jariya maydonida qo'ydim mashinani olib borib. Topilgandan keyin. Topildi, Jariya maydonida olib borib qo'ydik. Resimleri bor, ona resimini qo'yasani beraman resimini. Qo'yilgandan keyin ozgina ne yok, sivaz yok. Ya Jariya maydonida olur 15 günden keyin adam yerdim yandan Kırgız danışladan. Ucu bu muammo 2025-yil yanvar ayında boshlangan. Fevralda. Ucu 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Olib ketgan yanvar ayında.
Dostlar, uje bu voqea hodisalarni davom etib turganidan boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Uje 1 yildan beri mashin qidiruv beri topilgandan keyin ham hali o'zingizni mashinangizni olib bilmaydirsiz, to'g'rimi? Olup momin tuttum. Kıçarya meydanına aytdım ki Kıçarya meydanına 15 gündeki adam yerdim. Varsa ucu maşin yok durgan yerinde. Ha. Masalan, militsiyalar topdi, sotlar bo'lib aniqlashtirilguncha jarimalardan qo'yildi. Koylarda bu sot hiç ise boğanı yok. Bu yerde hiç kim hiç ise kalganı yok. O maşinini kim hak koygandan bilinmeyindi. O balaga ucu bala bilen siyaz bağladı. Gepleşsem maşin namadan da tuttu. Azı kimde o maşin? Niye de o maşin? Mashinani og'ir arqi beydan olib borib sotgan bolaga ham qaytarib berilmagan. Jarima maydonida turibdi, militsiyalar o'zlari bir ishlatib turibdi bu yerda. Shu narsa şudur. Mesela de aldım mı kim ağam mı? Şu anakını biliş gerek. Şunu Kırgızistan'ın yukarı idare teşkilatları bizlere yardım versin soruyoruz. Şu maşinimizin alışını hava mühendet bakanımız onu üzerimize şöyle işlep oyun oldu taksiri getirip yardım versin soruyoruz şunu. Haqiqat qaror topib, Hakikat karar tapıp uğurların cezasını alışını kalıyoruz. to'g'ri gap. Endi bu yerda aytadi-ku o'rischa, не бывает плохинация, бывает плохие люди. Bu yerda endi biza Qirg'izistonni yomonlashamiz. Prosta Qirg'iziston fuqarosi oldi. Shuni Aynı biza doğru. aytib Bir tane Kırgızistan fukarası için ben hemen Kırgızistan fukarası yaman bu muydu? Ben Kırgızistan yamanlayacakım yok. Prosta şu Mana Qirg'iziston fuqarosi bilan bo'ldi-da shu muammoli vaziyat. Ham Qirg'iziston davlatida ishimiz bitmay turibdi. Haqiqat qaror topmay turibdi. Shu mashinamiz topilgan mashinani şunu alıp mı bindirtti? olib bo'lmay turibdi. Tayar çılığına özüm varıp taptım bunu. Tapıp onun trafiktenге koyup geldim. Şunu ben bindirttim ama maşını. Şunu alışıma yardım beyin edip şuna çıkıp tutma. Mashin haqiqiy egasi o'zingiz adda. Özümün adında maşin. Epkemin adında maşin. Grazdan Rossiya. Başka maşinler var. Şu başka maşinin mini birden o ve işancıma girip birden kaçıp gitti ama bana alıp gitti onu. Ama oylamadım onu ekledi de bunun da. Endi siz talablaringiz ham taksoparklarga qaraganda sal oddiyroq aytib qo'yibsiz odamlarga yengil bo'lishi uchun. Masalan, ben taksoparkda kallariqlari, muammolari ko'p olaman desa, odamlarga yaxshi bo'lishi uchun. Ben kaç taksoparkta işiysen, ne de işiysen o bilen işim yok. Ben maşinini veremem. Arendatını vaktinde bertap oldu. Ben başka nasibine işim yok. Biz insanlar da heydiydi. Biz olsa üründe tut veremem. Shuning uchun do'stlar, agar mabodo Qirg'izistondan qonunni tushunadigan bir yordam beradigan odamlar bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, kommentariyalarni o'qiymiz, xudo xolasa. Biza Qirg'izistonni yomon dejak emasmiz, prosta Qirg'izistonda topilgan mashinani olib qo'ymay turibdi, ishimiz bitmay turibdi. Agar bu O'zbekistonda bo'lsa, mashina o'g'irlash to'g'risi odam o'ldirish bilan deng hisobi. Bizden Özbekistan'da birimize tapadılar onu. O'zbekistonda da topada topsam, o'sha решенияsi tezroq qabul bo'ladi, imini o'g'irlik bo'yicha. Shuning uchun do'stlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozamiz. Kimlarda shunday muammoli vaziyatlar bo'lsa, kommentariyada yozib qolsangiz bo'ladi. Keyin Moskvada taksida ishlash, necha so'm topish sizlarga qiziqli bo'lsa, shu mavzu o'tgan bilan imini taksida ishlash, pul topish, nov dokumentlar kerak, shular bo'yicha video aytamiz keyingi videoda. Shuning uchun kommentariyada yozib, aktiv bo'lib, xudo xolasa Instagram, YouTube'dan podpiskani bosib qo'ysangizlar, qiziqli videolarni chiqaramiz. Men o'zim Moskvadanman, Moskvaga keldim. Hem Moskova'dan geleveresler. Moskva temasida qiziqli savol javoblar bo'lsa, qaysi temalar yoritish kerak bo'lsa chiqarib boramiz. Hammaga rahmat.